Assalomu alaykum. Dardaqa mana. Canimiz chiqib ketyapti. Xuddi shunaqa qora variantimizdan ketyapti. Dardaqdagi obyektimiz mana montaj jarayoniga keldik. Reykalar to'q tayyor qilib qo'ygan 100 kvadratli obyektimiz. Bu obyektimiz bitganda kanalimizga joylaymiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rib turishingiz mumkin, bunda betonga ham karkaslar to'qib qo'ygan. Ko'pchilik so'rayapti, buni shiraka blokka, betonga, gazoblokka qatirsa bo'ladimi deyapti. Mana betonga montaj qilib qo'ygan holat. Ko'rishingiz mumkin. Obyektimiz bitganda kanalimizga joylaymiz. Kimga ushbu mahsulotlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.